Ustoz va uning mehnatini, mashaqqatli mehnatini, kasbini qadrlab, xalq tomonidan bir qancha maqollar yaratilgan. Keling, hozir o'quvchilar ikki guruhga bo'linamiz. Qizlar va o'g'il bolalar guruhga bo'linib, mana shunday maqolni to'ldir o'yinini to'ldiramiz. Bittalab o'quvchi maqolni boshlab beradi, o'g'il bolalar davom ettiradi. Qizlar boshlab beradi, maqolni davom etsa, o'g'il bolalar davom ettirishingiz kerak bo'ladi. O'yinimiz tushunarlimi? Ha. Mana o'g'il bolalar va qizlar guruhiga bo'lindik. Qizlardan boshlasak, hurmat qilib. Marhamat, qizlardan kim birinchi savolni o'qiydi? Marhamat, Sevinch. Ustoz bilimli. Ustoz bilimli. Ustoz bilimli. O'g'il bolalardan kim javob beradi? Marhamat, Islom. Marhamat. Ustoz bilimli, shogird bilimli. Barakalla, chiqib qo'yamiz. Ustoz bilimli, shogird bilimli. Bu xalq maqoli. Barakalla. Endi o'g'il bolalarga navbat. Marhamat, o'g'il bolalar maqolni boshlab beradi. Kim boshlaydi? Marhamat, Saydamin. Usta bo'lsang. Marhamat, qizlardan javob bormi? Qizlardan kim javob beradi? Usta bo'lsang, ustozingni unutma. Barakalla, chiqib qo'yamiz. Davom ettiramiz maqolni. Juda ham to'g'ri. Navbat yana qizlarga. Marhamat, qizlardan kim savol beradi? Maqolni o'qiydi. Marhamat, Bibinisa. Marhamat. Bilim kaliti. Xo'p, bilim kaliti. O'g'il bolalarga kim javob beradi? Marhamat, Elbek. Bilim kaliti. Bilim kaliti ustoz qo'lida. Marhamat, barakalla. Marhamat. Qo'lida. Qanday maqol bo'ldi? O'zbek xalq maqolidan. O'zbek xalq maqolidan. Marhamat, o'qib beramiz bir marta. Bilim kaliti ustoz qo'lida. Barakalla, o'tiramiz. Endi navbat kim endi? Marhamat, o'g'il bolalardan kim aytadi? Marhamat, Islom. Marhamat. Qaysi maqolni o'qidingiz? Ustoz. Ustoz. Qizlardan kim javob beradi? Davom ettiradi. Marhamat, Karimjanova, Dilorom. Otangday ulug'. Otangday ulug'. Yaxshi. Qani to'liq qilib o'qib beramiz. Ustoz otangday ulug'. Demak, bu ham ustozlar haqidagi xalq maqoli. Yaxshi. Endi navbat kimga? Marhamat, qizlar kim javob beradi? Marhamat, Muslima. O'qiymiz maqolni. Mehr ustozda. Mehr ustozda. Qizlar, bolalardan kim javob beradi? Muhammadjon, marhamat. Muhammadjon. Mehr ustozda, donolik so'zda. So'zda. Marhamat, chiqib joylashtiramiz. Xo'p, marhamat, to'liq qilib o'qib beramiz. Mehr ustozda, donolik so'zda. So'zda. Bu ham ustozlar haqida aytilgan maqol. To'g'ri aytdim, Muslima? Ha. To'g'ri aytdi. Marhamat, joyimizni egallaymiz. Endi navbat o'g'il bolalar. Marhamat, o'g'il bolalardan kim chiqadi endi? O'g'il bolalardan Marhamat, Safarov, Imron. Ustozsiz ilm. Xo'p, javobini kim aytadi qizlardan? Marhamat, Layza. Yulduzsiz daraxt. Marhamat, qo'yamiz. Davom ettiramiz. Xo'p, Imronbek boshlab beradi. Ustozsiz ilm. Ustozsiz ilm, daraxtsiz, ildizsiz daraxt. Marhamat, Layza. Marhamat, o'qib beramiz, Layza. Ustozsiz ilm, ildizsiz daraxt. Bu ham xalq haqidagi nima edi? O'qituvchilar haqidagi xalq maqoli edi. Mana biz sizlar bilan maqolni to'ldir o'yinini ham o'tkazib oldik. Endi navbatni she'rlarga, ustozlar haqidagi she'rlarga beramiz. Marhamat, she'rlarga navbat. Layza, marhamat, boshladik. Hayot yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, yo'limda yoritgan quyosh deb bildim, tole yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, ezgulik yo'lida tolming ustozim. Ma'naviy ma'rifiy ishlar, tadbir yig'in tashvishlar, to'xtatolmas ustozni chegarasiz yumushlar. Ibrat bizga har bir ishda, jilva topar hayot naqshida, har jabhada o'rnak bo'lguvchi mo'tabar zot ustoz yaxshida. Sof ezgulik tilagi u ham bizga onadir, ilm hikmat qasida ilk ustoz yagonadir.
Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz davom etadi. Har bir o'quvchini qo'lida gullar turibdi. Har mana 3 ta guruhga bo'linib oldik. 3 ta qator. Mana bu 3 ta dastaga guldasta paydo qilishingiz kerak bo'ladi. Guldastalar gullaringiz orqasiga o'zingiz shu maktabda o'qitayotgan sinf rahbaringiz va fan o'qituvchilarining qaysi xislatlari, qaysi sizga berayotgan bilim darajalari yoqishi haqidagi xislatlarini aytib yopishtirishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Marhamat, Saydamin. Menga jismoniy ustozim Ulug'bek akaning jismoniy o'yinlar o'ynatishi yoqadi. Marhamat, chiqib guldastaga joylashtiramiz. Marhamat. Mening sinf rahbarim Shoira opaning darsda har xil o'yin metodlarni o'ynatishi yoqadi. Marhamat, o'zingiz guldastaga qo'ying. Menga sinf rahbarimiz Shoira opaning tirishqoqligi va jonkuyarligi yoqadi. Marhamat. Hasan. Menga jismoniy ustozning mehribonligi. Marhamat. Marhamat. Mening rus tili ustozim musobaqani til o'rganish kuchliligi yoqadi. Marhamat, o'zingiz guldastangizga. Marhamat, Islom. Menga sinf rahbarim Shoira opaning tirishqoqligi, matematikada yaxshi fanlarni o'rgatish yoqadi. Marhamat. Mening o'zimning ustozimning aqli. Marhamat, ikkinchi guruh. Ustozning kuy chalishi yoqadi. Marhamat. Menga ingliz tili ustozining Avaz akaning tirishqoqliklari yoqadi. Marhamat. Marhamat. Menga musiqa ustozining ovozi yoqadi. Marhamat. Menga jismoniy tarbiya ustozining saxiyligi yoqadi. Marhamat. Menga jismoniy ustozim ya'ni Ulug'bek aka ajoyib o'yinlar o'ynatishi yoqadi. Marhamat. Chiqamiz. Menga chalishi yoqadi. Marhamat. Chiqamiz. Marhamat, bu guruhdan. Marhamat. Marhamat. Menga sinf rahbarim Shoira opani tirishqoqligi va mehribonligi menga yoqadi. Marhamat. Menga rus tili o'qituvchisi Shahnoza Karimaning tirishqoqligi va mehribonligi yoqadi. Marhamat. Menga ingliz tili o'qituvchi Hanifa opaning har bir o'quvchining fikrini tinglashi yoqadi. Marhamat. Sevinch, sizda ham bormi fikr? Marhamat. Menga musiqa ustozining kuylashi va chiroyli ovozi yoqadi. Barakalla, chiqamiz. Marhamat. Marhamat. Menga Shahnoza Karimova ya'ni rus tili ustozni o'zini tilini bilishi, ya'ni boshqalar o'quvchilarga ham o'rgatishi yoqadi. Marhamat. Orzu, bormi fikringiz? Mana guldastalarimiz ham, bayram guldastalarimiz har bir guruhdan tayyor bo'ldi. Bu o'quvchilarning ustozlari haqidagi fikrlari edi. Endi navbatni qo'shiqqa beramiz Sevinch ijrosida. Marhamat, Sevinch. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosin ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida, o'rgatar, o'qishdi, yozishdi, tanitar bizga keng dunyoni. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Doim aziz hurmatingiz, unutmaymiz mehnatingiz. Donalar, mehribonlar, aziz ustozlar, jonajon